Quritilgan guava mevasi. Vau! Kommentariyaga yozib ketinglar, sizlar guava mevasi haqida eshitganmisizlar? Hidi juda ham yoqimli ekan. Uni matcha choylari bilan. Mazasi вообще zo'r ekan-ku buni. Bu guava mevasi. Bu guava mevasini qoqisi desam ham bo'ladi. Yeb ko'rganlar bo'lsa, kommentariyaga rostini yozinglar. Mazasi haqida. Meni hamma aldayapti, maqtayapti deb o'ylaydi. Yozinglar qanaqa ekan mevasi. Mana zo'r ekan. Matcha choylar bilan. Zo'r. Manzil, mana 1-pavilyon, 4-do'kon. Telefon raqamlari, bemalol telefon qilsanglar, sizlarga to'g'ri maslahat berishadi. Choylari juda ham ko'p. Ajoyib do'kon.